Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Farzandingizni o'qishga majburlashdan charchadingizmi? Uy vazifasini eslatmasangiz qilmaydimi? Yangi narsaga qiziqishi tez so'nib qoladimi? Yoki uni rag'batlantirish uchun doim sovg'a, va'da yoki tanbeh ishlatishga majbur bo'lyapsizmi? Unda men siz uchun yangi darslik tayyorladim. Ilmga muhabbat uyg'otish sirlari. Bu kurs farzandi 1 yoshdan 17-18 yoshgacha bo'lgan onalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda siz eshitadigan ma'lumotlar meni shaxsiy fikrim yoki taxminim emas. Kurs davomida men sizlarga dunyoning yetakchi olimlari, pedagoglari, psixologlari va professorlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, tajribalar va ularning natijasi asosida shakllangan tavsiyalarni taqdim etaman. Nega ayrim bolalar o'qishni yaxshi ko'radi, boshqalari esa undan qochadi? Nega ba'zi usullar bir oilada ishlaydi-yu, boshqasida samara bermaydi? Mukofot va jazo bolaga qanday ta'sir qiladi? Ilmga muhabbat qanday shakllanadi? Agar bolam umuman hech narsaga qiziqmasa nima qilishim kerak? Bu savollarning barchasiga ilmiy asoslangan javoblarni olasiz. Eng muhimi, siz bu kursda farzandingizni qo'rqitmasdan, bosim qilmasdan yoki majburlamasdan unga ilmga bo'lgan muhabbatni uyg'otishni o'rganasiz. Keling birga ilmni sevuvchi olimlarni tarbiyalaymiz.